Onam hozir men pishirgan oshni mazasiga baho beradilar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshi chiqibdi. Bo'sh bo'libdi. Bo'ladi. Yaxshi. Ajoyib. Endi o'zim pishirgan oshni o'zim yeb ko'raman. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchisini go'shi bilan olish kerak. Qaynona yaxshi ko'rar ekan. Shunaqa gap bor. Yomon bo'lmabdi. Juda shirin bo'libdi. Onam aytadilar, juda shirin bo'libdi dedilar. Sabzili markovcha salatni yaxshi ko'raman, lekin yo'q. Koreyada o'zimiz qilishimiz kerak edi. Obed qilayotganlarga yoqimli ishtaha.